Nima qilyapsiz deyapman-da. 70 million olib yechadimi deyapman-da. Bitta mijoz kelyapti. O'sha ma'lum bir miqdorda bilet olyapti. O'sha bizning kassir, o'sha paytgi kassir, hozir u kassirlar xudoga shukr ishlamayapti. Kimdir haydardi, kimdir ketildi. Bilet olyapti, terminal orqali to'layapti. Ketyapti, biletini hammasini rasmiylashtiryapmiz. Pullar yechilyapti, bilet yozildi, klient xursand ketdi. Keyin klient menga telefon qilyapti. Qavatasiz, ha. Kassiya, nima, aviakassiyaga bordim, bilet oldim. 70 million yechibsanmi deyapti. 7 millionlik biletda bitta nonni bosib olganda. Shunisi terminalda to'laganim, bitta nonni ko'p bosib olganda. 70 U ham farqiga ketavergan. U ham haqiqiy ketavergan. Keyin qaragan 70 million yechilgan. Eng qizig'i u odamning kartasi shu 70 million pul bo'lgan ekanda. Yechirganiga qarang. Keyin men bizada ham bitta kopiya qoladi-yu. O'sha kopiyani qarasam, rost 70 million yechilgan. Unga qarayapman-da, ismi endi ismi ham zo'rda, mem ismida. Begzod aka-da u. Begzod ismi rost. Begzod aka deyapman-da. Nima qilyapsiz deyapman-da. 70 million olib yechadimi deyapman-da.